ishda bormoqni mana shunaqa tiqish kerak emasda, to'g'risi. Sonya opa, chiska muolajani necha tur etap qilasizda, lekin boshqa kosmetologlarga qaraganda sizda arzon. Nimaga qimmatga ishlamaysiz siz ham? Qabulimga bitta ayol kelgan. Shunoq kelib, protsedurani olib bo'lgandan keyin yig'lab olgan. "Voy, nima uchun yig'layapsiz?" Qiynalgan ayol bo'lgan. Nima uchun yig'layapsiz degan savolimga men ham kosmetologga kela oldim-ku, men ham yuzimga hech bo'lmasa mana shu chiska muolajasini ola oldim-ku degandan keyin menga o'sha ayolning gapi juda ham qattiq ta'sir qilgan. Undan keyin to'xta, hali bizning jamiyatimizda bor shunaqa ayollar. Qiynalib, oilasidan zo'rg'a pul orttirib, hech bo'lmasa yuzimga chiska qilayin, borayin, uxot qilay, yuzimga dog' tushib ketyapti yoki yuzimga ugri bosib ketyapti deb oiladan orttirib keladigan ayollarimiz bor hali deb o'ylab, men apparatni ham ichiga, kompleks chiskani ham hammasini ichida qilib, chiroyli narx qilib qo'yganman ayollarimiz uchun. Kosmetolog degani osmondagi oy emas. Ishda bormoqni mana shunaqa tiqish kerak emasda, to'g'risi. Ozgina oddiy ayollarimizni ham o'ylashimiz kerak. Chiskangiz o'zi sizda necha etapli? Pasient bilan birga hisoblagan vaqtimizda 15 etapgacha borgan. Menda konkretniy zo'r rezultat beradigani bu karbon и apparatniy, gidropiling, fototerapiya, pilinglar, maskalar bu eng zo'r samara beradigan yuzga foydasi bor etaplari, konkretni zo'r foyda beradigan.